Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bitta ma'lumotga ko'zim tushib qoldi. Hamda Barselona 22-noyabr kuni Atletik Bilbaoga qarshi o'yinga tushadi. Stadion haqida qanday ma'lumot chiqib qoladi, shunga sizlarga hisob-kitob qilib bermoqchiman. Darrov bilasizlar, biz o'zbeklar asosan narxini hisoblaymiz, foydasini necha pul qolarkan degan hisob-kitoblarga qiziqamiz. Ya'ni necha pul foyda qilarkan deb qiziqdim. Albatta men ham shunaqaga qiziqdim. Hop, 22-noyabr kuni 45.400 ga yaqin muxlislar o'yinni stadiondan tomosha qilishlari mumkin bo'ladi, deyapti. Hop, Nou Campda bo'lar ekan. Hop, narxi Barselonaning saytida $199 ekan. Ya'ni o'sha standart narx. Endi VIP'ini ko'ramiz. VIP'i $850 kechirasizlar, €850 boshlar ekan. Unisi standart narxi $199 dan boshlanar ekan. Endi men shuni hisob-kitob qilib chiqdim. Ya'ni stadionda rasxoti, elektr, ishchilar, soliq, hamma narsasini hisobladimda, keyin stadiondan tushadigan daromadni sizlarga hozir birma-bir o'qib, sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, stadionga kiruvchi muxlislar soni 45.400 ta. Chipta narxi minimal €199. VIP chiptalar 850 dan. Xo'p, qarang. Real hayotda barchasi 45.000 ta VIP bo'lmaydi. Bu to'g'ri. 80% chipta shu 36.270 tani, 36.320 tani oddiy hisobladim. 20%ni 9.080 ta VIP hisobladim. 36.320 ni 199 dan ko'paytirdim. Hop, €7.228.000 bo'ldi. VIP'niki €850 dan 9.080 tani ko'paytirdim. €7.718.000 bo'ldi. Hop, taxminiy daromad 15 million bo'lyapti, ya'ni €14.946.000 bo'ldi. Taxminiy 15 million deymiz. Endi elektr xarajati. Elektr energiya va yoritish €120.000 ketar ekan. Bu ham taxminiy stadion yoritgichlari, ekranlar, ovoz tizimi uchun. Hop, katta stadionlar o'rtacha €100-150.000 sarflar ekan asli. Bu sal kichikroq shekilli boshqalarga nisbatan. Endi ikkinchi, xodimlar bir kunlikniki, bir oylik emas, bir kunlik o'sha faqat shu o'yin bo'lgan kunlikda hisoblanyapti. Bir kunlik xodimlarga €300.000 hisoblanyapti. Bunga kirar ekan 1000 dan ortiq ishchi. Hop, bular ichida qaranglar, qo'riqchilar, kassirlar, tibbiyot xodimlari va tozalash xizmatiga shunaqa €300.000 hisoblandi. Undan tashqari, uchinchisi politsiya, xavfsizlik, ambulans deyapti. Xavfsizlik xizmatiga shahardan jalb qilinadigan polislar, texnika, mashinalar €200.000 hisoblanyapti bunga. Uchrashuvni tashkil qilish xarajatlari, maydon tayyorlash, bu tushunmadim nimaligini, chiptalarni ishlash, serverlar, media xizmati, var va texnikalar. Bunga €150.000 hisoblanibdi. Hop, 5-inchisi transport va logistika. Bunga €80.000 hisoblangan. Hop, 6-inchisi klubning boshqa doimiy xarajatlari, ya'ni soliq, stadion ijarasi, amortizatsiya. Bunisiga ham tushunmadim. Bunga €1 million hisoblangan. Hop, Nou Camp hozir rekonstruksiya bo'layotgani uchun bu son yuqori. Hop, umumiy xarajatlar, hop, elektr 120, xodimlar 300.000, xavfsizlik 200.000, tashkiliy 150.000, logistika 80.000, doimiy xarajatlar 1 million, jami €1.850.000 bo'ldi. Taxminiy xarajatlar €1.850.000 bo'lyapti. Endi haligi 15 milliondan ayirib yuboramiz.
Hop, daromad 14.946 dan ayiramiz 1.850.000. Hop, taxminan 13 million yevro sof foyda bo'lyapti. Bu taxminiy, bundan balki kattaroq rasxod bo'lishi mumkin, balki bundan ozroq rasxod bo'lishi mumkin. Endi o'zlaring xulosa qilinglar. Stadionlardan, futbollardan shuncha daromad qilyapti. Sizlarga savol qoldiraman. Bunyodkorda yo'masa mana yangi stadionlarda yo boshqa stadionlarda O'zbekistonda qancha daromad qilishi mumkin? Sonlarda yozib ketinglar. Bu taxminiy foyda, taxminiy daromad bo'lyapti bir kunlik o'yindan. Sizlarga ham qiziq bo'ldi degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.